Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun yana shu China House kompaniyasi yangi loyihalarimiz haqida gaplashamiz. Lekin sizlarga eng avvalo birinchi hammani qiziqtirayotgan bir savolga javob berib ketmoqchiman. Juda ko'pchilik savol yo'llabdi. China House qurilish kompaniyasi bu xitoyliklarnikimi deb. Aslida ham shunaqami? Juda ko'pchilik o'ylaydi, o'zimizga ham kelib masalan murojaat qilishadi. China House bu nomidan ham aytib turibdi, bu xitoyliklarniki bo'lsa kerak, bo'lmasam juda bo'lmaganda xitoylik hamkorlar bilan qilingan kompaniya bo'lsa kerak deyshadi. Bu fikr ozgina noto'g'ri bo'ladi. Sababi China House qurilish kompaniyasi hozirgi paytda ta'sischisi 100%, ya'ni shu o'zimizning o'zbekistonlik fuqarolarimiz tomonidan, ya'ni o'zimizning kompaniya, korxona. Bu yoqda China House nomi aynan ishlatilishi filosofiyasiga keladigan bo'lsak, buni 2-3 xil sabablari bor. Birinchi eng katta sababi, demak, shu China House qurilish kompaniyasining ta'sischilari Xitoy madaniyati, xitoyliklarning demak rivojlanishi, ularning qiladigan harakatlaridan ta'sirlanib, bundan ilhomlangan holatda shu China so'zini ishlatilgani. Ikkinchisi esa bu, ya'ni qurilishda bo'ladimi deylik, shu har bitta amalga oshirilayotgan loyihalarimizda Xitoyni ilg'or texnologiyalaridan foydalanish. Ya'ni bu yoqda mana hamma juda ko'pchilik ko'rgan, Xitoyda bo'lganlar balkim Xitoyda ko'rishgandir, balkim internet, mediada xitoyliklar qurilishda juda ham boshqa davlatlardan o'zib ketishgan, tezkorlik bilan qurishadi, sifat bilan. Hozirgi paytda mana oxirgi yillarda men o'zim ham guvoh bo'ldim, O'zbekistonda aynan Xitoy nomi anchagina sifatli, ishonchli, ya'ni brendga aylanibdi. Xuddi shunaqa China House deylik nomi ham O'zbekistonda hozirgi paytda juda ko'pchilik uchun ishonchli, yangi ilg'or texnologiyalarni qo'llaydigan kompaniya sifatida shakllanishini biz juda ham xohlagan bo'lardik. Shuning uchun ham aynan bu nomga urg'u berganmiz. Endi uchinchi yana bir sababi bor, kichik bir sababi bu yoqda aynan o'sha Xitoy me'morchiligiga ham e'tibor berib ketishimiz kerak. Bizni kompaniyamiz qurilish ishlarida me'morchilik, Xitoy me'morchiligiga ham alohida e'tibor beradi. Bu yoqda ishlayotgan har bitta ishchimiz shu Xitoy madaniyatini tushungan holatda, deylik, uni hurmat qilgan holatda, undan o'sha eng zo'r yutuqlarni, eng zo'r yechimlarni ishlatgan holatda shu nomni ko'tarib yurishadi. Hozirgi paytgacha deylik amalga oshirgan bir necha loyihalarimiz bor. Mana ko'pchilik taniydi. Shanghai Residence, Shohsaroy Residence, bizni hozirgi paytgacha 1000 dan ortiq xonadonlarimizni xarid qilgan mijozlarimiz yaxshi bilishadi. Bu har bitta qurgan loyihalarimizda Xitoyni o'sha tafti urib turibdi. Shuning uchun ham China House nomiga biz doimiy ravishda alohida e'tibor beramiz. Ishlayotgan ishchilarimiz, qurilishda deylik qo'llayotgan texnologiyalarimiz bu hammasi Xitoy bilan birgalikda uyg'unlashib ketgan. Keyinchalik ham Xitoy bilan bog'liq katta-katta loyihalarni amalga oshirish rejamiz bor. Hozir shularni aynan amalga oshirish deylik davridamiz. Bundan tashqari yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketishim kerak. Hozirgi paytda qurilishda ayni ishlatayotgan texnologiyalarimiz, qurilishda qo'llayotgan yangi yechimlarimiz bu bizni amalga oshirayotgan loyihalarimizni tez va sifatli qurib bitkazilishiga yordam bermoqda. Bu yoqda biz bilan birga xizmat qilayotgan shu o'zimizning professional ustalarimiz, shu o'zini sohasini yetuk mutaxassislari ham Xitoy texnologiyalarini qo'llayotganimiz uchun anchagina boshqa deylik qurilish loyihalaridan, boshqa qurilish kompaniyalaridan ajralib turishibdi. Shuning uchun men o'ylayman, kelajakda xudo xolasa China House qurilish kompaniyasi nomidan yana yangi, kuchli loyihalarni o'zingizlar ko'rasizlar, nasib qilsa xonadonlarni xarid qilasizlar. Biz bilan birgalikda uzoq yillar hali China House qurilish kompaniyasini nomi deylik birga yashaydigan o'zini mijozlari, o'zini deylik taniydigan yaxshi auditoriyasi bo'ladi degan umiddamiz. Shuning uchun sizlarni hozir qiziqtirgan boshqa barcha savollarga asta-sekin boshqa video roliklarimizda javob berib ketamiz. Izohlarda o'zingizlarni qiziqtirgan yana boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa yozib ketsanglar bo'ladi. Biz hamma savollarga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Hozirgi paytda ayni aktualniy deylik juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan loyihalarimiz bor. Bu Yangi O'zbekiston loyihasi. Yangi O'zbekiston loyihasi xabaringlar bor. Bu hozirgi yangi Toshkentning eng katta markazida. Bu haqida ham alohida video roliklarimiz bo'ladi. Bu loyihamiz haqida batafsil tanishsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Sergeli tumanida qurilayotgan, ya'ni shu Shohsaroy Residence loyihamiz yaqinida qurilayotgan yangi eko loyihamiz bor. Bu nomi Navruz Residence deb ataladi. Bu loyihamiz haqida ham hali alohida yana yangi sonlarimizda
to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Doimo China House bilan birga bo'ling. Yangi zafarlarga, yangi omadlarga birgalikda erishish nasib qilsin. Har doim biz mijozlarimiz uchun qulayliklar yaratib, ularni xursand qilishga biz doim harakat qilamiz. Sizlar bilan keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.